Assalomu alaykum. Xudo xolasa Qirg'iziston Qizilqiyaga Tavakkal Hoji tog'am oldiga keldik. Gilos bo'yicha master eng kuchliga bir rekord qo'ydik. Gilosda yangi sortni olib kelib, Xudo xolasa mana do'stlar, biz ham O'zbekistondan quruq ko'may mana Toptollardan olib keldik. Maşallah. Hoji tog'amga padarka. Maşallah. Mana. Maşallah. Mana. Bu şaptan pişiga bordi, buni qayta pishirib yubordi. Yada oxiri Xudo xolasa. Gilosni ham Hoji tog'a ko'rsating endi. Biz ham maqtanib qo'yaylik, mana bizning giloslar. Qani bismillah. Mana o'sha italyanskiy yangi sortdagi gilosa. Do'stlar, yangilik zo'r gilosni Hoji tog'am 3-4 kun burun terilgan. Buni albatta Hoji tog'a bitta narsasini ko'rib, doim videolaringizni ko'rib bilaman. Bu narsani bu holatda yetishtirib olish o'zi bo'lmagan. Necha yil vaqt ketdi taxminan mana shu aytdingiz-ku, mana pindi do'stlar. Tushunmaganga bu o'tin, tushunganga tilloga tengdim. Hoji tog'am alaykum video qo'ydingiz. Juda ko'rib xursand bo'ldim. Haqiqatdan meni ham ko'zim oldiga keldida. Buni albatta bu pindidan, bitta pindidan mana shuncha katta bog'lar qolaversa, Qirg'izistonda ham juda ko'p joylarga hozir bog'lar barpo qilyapsiz. Gapiring endi Hoji tog'a bu Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli jamoat, bu mehmonlar O'zbekistondan keldi. Bu bobo ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Men quruq kelishmoqchi, shoptol olib kelishdi. Shu gilosni sortini ko'rib, shu birgalikda shoptoli, mana giloslarda birgalikda u yoqda, bu yoqda ko'paytirlik degan umidda kelishibdi. Hozir sortlarni ko'rib, tanib, Alloh rozi bo'lsin. Shu bog'larda endi giloslar terilib bitgan edi. Bu giloslar 3-4 kun burun terilib, xolodilnikka qo'yilganda, hali samolyotga chiqqan yo'q. 3-4 kun bor samolyotga chiqa turgan. O'shaga hozir korobkada bo'lsa ham shuni ko'rsatyapmiz. Endi daraxtlarda bitta yarimta bor. Hoji tog'a 1 minut bitta topib oldim, to'g'risi. Bitta ikkita. Endi oqtarsa chiqadi-yu. Mana do'stlar, kalibri nechigacha chiqdi? Oldi Hoji tog'a 36-37 gacha. 36-37 gacha chiqqan gilos Qirg'iziston Qizilqiyada Hoji tog'am olib kelib, mana shu bitta pindidan albatta mana shuncha bog'lar barpo qilibdi. Ko'chatlari ham bor o'zida, ozroq ko'chatlar tugab ham qoldi shekilli menimcha. Lekin do'stlar, Xudo xolasa pindi mahalda pindigini tarqatadi Hoji tog'a. Mana shu podpischilarimizga Xudo xolasa tarqatadi. Albatta bu bepul bo'lmasligi mumkin, lekin ko'paytiradi. Ba'zi bir odamlar yangi sortni olib kelib bermaydi-da Hoji tog'a. Siz mana aytyapsiz, beramiz xalqimizga deyapsiz. Xudo xolasa foydalaninglar, bizni kuzatib boringlar. Yangiliklar Xudo xolasa sizlarga ulashib boramiz. Sog' bo'linglar Hoji tog'a. Sergapman omadi. Alloh rozi bo'lsin. Men ham sergapman. Hurmatli jamoat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ishlaringizga igili, cho'ntilaringga Alloh baraka bersin.